Vo, Barchinoy, ideya bor. Agar bugunning o'zida bitta kvartira sotsangiz, sochimni kalga oldirib yuboraman. Menimcha, bungacha hojat qolmasa kerak. Barbiringizga aytaring, bo'lmasam tayyorgarligini ko'rib tursin. Assalomu alaykum Ozod opa, yaxshimisiz? Qadrdonlar Development'dan Barchinoyman. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ozod opa, esingizdanmi? Bizga bir necha kun oldin loyihalarimiz haqida ma'lumot olish uchun ariza qoldirgandingiz. Ha, esladim. Aynan shuning uchun qo'ng'iroq qilyapman. Sizga hozir eng yaxshi taklifimiz haqida atigi 60 soniyada aytib bermoqchiman. Mumkinmi? Ha, mayli, eshitaman. Hozir bizning eng yirik loyihamiz Alliance Avenue Business Class turar joy majmuasi bo'lib, zamonaviy arxitektura, yer osti avtoturargohi, yopiq hovli, workout va lounge zonalari kabi barcha qulayliklarga ega. Eng muhimi, loyiha hali qurilish bosqichida. Shu sabab bugungi narxda xarid qilib, loyiha yakunlangunga qadar mulkingiz qiymati oshishidan foyda ko'rishingiz mumkin. Demak, investitsiya uchun ham yaxshi variant ekanda. Aynan shunday. Joylashuvi, loyiha sifati va quruvchining tajribasi bir joyga jam bo'lgan. Yaxshi, unda to'lovroq ma'lumotni menga bera olasizmi? Juda yaxshi. Sizga mos xonadon variantlari, narxlar va to'lov shartlarini hozir yuboraman. Keyin ofisimizda uchrashib, hammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ha, zo'r bo'lardi. Qadrdonlar Development jamoasi siz uchun eng yaxshi variantni tanlashga yordam beradi. Ishonchingiz uchun rahmat.